Bugun meni bo'lajak turmush o'rtog'im meni mana shunday kayfiyatimni ko'tardi va men bezlarcha u olib kelgan sovg'alarni yirtib tashladim va ataylab kir yuvdim. Eng sevimli ko'ylaklarimni aynan bo'lajak turmush o'rtog'imning puliga kelgan sushelkaga yoyib tashladim. Ertaga esa aynan shu qurigan kiyimlarimni mana bu yerda dazmollayman. Onasi emsin, maza qilib ishlataman va aynan shu inson tomonidan menga mana qarang. Dazmol. Endi meni o'zimning pulimga emas, bo'rining puliga kelgan dazmolim bor. Ura! Bu esa pilisos. Ishonavering, shu kungacha Surxon qishloq qizi hech qachon erkaklar tomonidan sovg'a olmagan, hammasiga o'zining mehnati bilan erishgan. Bu aslida kichkina va arzimas narsa bo'lishi mumkin siz uchun, lekin men uchun bu katta dunyo. Aynan erkak kishi tomonidan ayolga, unga ro'zg'orga, o'zini olamiga kerakli barcha anjomlarni olish va o'zini halol topgan puliga borib, izlab, topib, yetkazib berish bu katta jasorat, katta qadam. Sababiki biz kuchli ayollar o'rganganmiz hech kimdan iltimos qilmaslikni, kutmaslikni, yalinmaslikni, past ketmaslikni va biz har doim hamisha o'zimizni pulimizga bizga nimaiki kerak bo'lsa, barchasini xarid qilishga o'rganganmiz. So'rash bu shunaqa chiroyli narsa ekanki, kutish bu shunaqa mazali narsa ekanki, hoy bo'lajak oila ostonasida turgan go'zalim. Ko'zchalaringizni mundoq qilib, qo'lchalaringizni mundoq qilib, ovozingizni iltimos deyishni bugundan repetitsiya qiling. Shunda kun kelib hech qachon siz men qilgan xatoni, ya'ni kuchli, mustaqil bo'lish uchun harakatga va katta yo'lga chiqmaysiz. Barchasini turmush o'rtog'ingiz muhayyo qiladi va siz uni oldida nozik, ojiza, sevimli rafiqa, sevimli ona, sevimli kelin, sevimli yor bo'lib qolasiz. Endi pa deb hammani baqirtirmasdan kiyimlarimni yuvib, dazmollab, hamma joyda pilisos qilib yuraman. Erimni baqirtiraman endi. Menga bu kunlar armon bo'lib qoladi. Har doim hamisha oilam uchun, naslim uchun erkak bo'lishga majburman degan libosni yirtib tashlaganimdan xursandman. Yelkalarimda qoqib, yelkalarimda ortiqcha narsalarni olib tashlaganimdan xursandman. Asl yaratilgan holatimga shu inson qaytarganidan xursandman. Menga hammani majburiyatini bolalikdan sindirgan, menga noto'g'ri ayol modelini o'rgatganlardan qutulganimdan shukr. Ozodman, onasini emsin. Ozodman.